Assalomu alaykum, aziz do'stlar. Men Erkin Ashurovman, bывший sportsmenman. Hatto bывший sportsmenlar bo'lmaydi, bilasiz. 35 yillik trener instruktorman Sharq aka kurashlari bo'yicha. Lekin men hozir mana shu Greenleaf korporatsiyasidanman. Men bu yerda bo'lganimdan xursandman, chunki bu yerdagi mahsulotlar xalqimiz uchun eng zo'r a'lo mahsulotlar. Va shu jumladan yaqinda ko'rib qoldim, mana erkaklarimiz uchun ham avval ayollarimiz uchun ko'p mahsulotlar bo'lar edi. Aslida hamma mahsulot o'zi oilaviy, oila uchun va erkaklarimiz uchun mana pat chiqibdi. Hojatga ko'p chiqadigan odamlar, prostata bezidan bezovta bo'ladigan insonlar va hokazo. Hozirgi paytda erkaklarimiz yoshi qari qo'llab juda ajoyib natijalarga erishyapti. Sportchi sifatida men buni tavsiya qilaman, chunki здоровый для здоровья deb qo'yibdi bu I Love kompaniya, ya'ni hayotni sevaman degan kompaniyadan. Bu narsa hammaga kerak do'stlar. Omon bo'ling.